Xullas o'zimni mujiklarim, mana o'sha sizlar bilgan eng populyarniy bo'lgan Yakkasaroydagi John Towerga keldim. Hozir men bilan birgalikda o'sha xonalarni ko'rib chiqamiz. Bizning John Tower mehmonxonamizda unaqa kelib qolgan bir palon modulni so'rab o'tirmaymiz. Bittagina pasport yoki pravillarni ko'rsatsanglar, agar bo'lmasa rasmini ko'rsatsanglar, xohlagan turdagi xonalarni olsanglar bo'ladi. John Tower mehmonxonamizda umumiy hisobda 45 taga yaqin xona bor. Mana shu 45 taga yaqin xonamizning hammasini o'zining komforti bor, komforti o'zining ichiga kiradi, toza va ozoda. Kelsanglar narxlarimiz atiga 250 ming so'mdan 400 ming so'mgacha. John Tower doimiy mijozlari uchun biz sizlarga cho'tki skidkalar qilib qo'yganmiz. Mana shunaqa 3 kishilik xonalarimizni hech qayerda yo'q narx 300 ming, 350 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Ko'rib turgan mana shu xonalarda hattoki konditsionerlarni ham o'zlikkina qilib yoqib qo'yganmiz. Даже bizda xolodilnik ham bor. Bemalol ichadigan narsalarni olib kelaversanglar bo'ladi. Haytgancha mana shu ko'rib turgan komfort xonalar atiga 300 ming so'm. Mehmonxonamizning lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Shundagina Rossiya gazetasidan kelishda Bobur chorrahasiga yetmasdan shundoqqina Shota Rustaveli 36 da joylashganmiz. Mabodo agar lokatsiyani tushunmay qolsanglar, o'sha nomerlardan telefon qilsanglar, lokatsiyani tashlab beramiz.